17-asr Turon zamini. Bu hududdagi qudratli davlatlar o'tmishga aylanib, tarixni asrash esa so'z egalari zimmasiga tushgan davr. Ana shunday pallada Xorazm hukmdori, davlat arbobi va mutafakkir Abulg'ozi Bahodirxon qalamiga oid benazir asar Shajarai Turk asari yaratildi. Bu kitob sulolalar ro'yxati emas, balki butun bir xalqning o'zligini anglashga xizmat qiladigan tarixiy oynadir. Bu asar avlodlar xotirasi, davlatchilik an'analari va milliy o'zlikni anglashga qaratilgan ilmiy merosdir. Abulg'ozi Bahodirxon demak o'sha yoshligidan agar tug'ilishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu haqda o'zini asarida Shajarai Turkda alohida ta'kidlab o'tadi. Aytadiki, men deydi o'zini tug'ilgani va unga otasi nomidan ism qo'yilganligi to'g'risida bir izoh keltiradi. Men shu tong sahar o'sha quyosh chiqayotgan bir paytda dunyoga kelibman. Mening onamning ismi Mehribonu, otasi endi Arab Muhammad bilamiz, Xiva xoni Arab Muhammadning 4-o'g'li bo'ladi. Arab Muhammadning 7 ta o'g'li bor. Shundan 4-o'g'li bu Abulg'ozi Bahodirxon bo'ladi. Va aytadiki, o'shanda deydi Arab Muhammad, ya'ni otalari bir o'sha yurishda g'alaba qozonib turgan bir paytda yana bir xushxabar keldiki, siz farzandli bo'ldingiz degan. Va shu boyagi ham bu g'alabani sharafiga bo'ldi. Alloh bizga shunaqa inom berdi va buning onasi, ya'ni Mehribonu o'sha g'oziylar nasabidan. Va shu uchun bizga bu o'g'liga Abulg'ozi deb ism qo'yamiz deb menga otam ana shunday ism bergan deb muallifning o'zi mana shu Shajarai Turk asarida o'zining tug'ilishi haqida mana shu ma'lumotni keltiradi. Bular nihoyatda bu ma'lumotlar Abulg'ozi o'sha biografiyasini o'rganishda, avtobiografiyasini o'rganishda juda muhim ma'lumot hisoblanadi. Chunki o'zini tilidan aytilgan. Va aytadiki, endi ko'p ijodkorlarda biz kuzatmaymiz o'zini sifatlari haqida gapirishni. Masalan, nimada Abulg'ozida shunaqa xususiyat borki, o'sha Shajarai Turk asarini muqaddima kirish qismida aytadiki, menga Xudoy taolo bir 3 xususiyat, 3 narsa ato etgan turur deb o'zini sifatlarini sanaydi. Shunda birinchi sifatini aytadiki, men o'sha cherik chopmoq, ya'ni o'sha harbiy yurishlarda qanday yurish qilish kerak, ya'ni harbiy san'atni, harbiy ilmni yaxshi bilishligini, masalan ko'p bilan yurganda qanday qilmoq kerak, kam kishi bilan yurganda qanday yo'l tutmoq kerak, ana buni men yaxshi bilaman. Va ikkinchisi deb aytadiki, men deydi masnaviyot ilmi, ya'ni o'sha ijodkorligini bu yerda e'tirof qilyapti. Masnaviyni, ruboiyni, qasida ilmini deydi yaxshi biladigan, o'z davrini yaxshi bir ijodkor kishisi sifatida o'zini e'tirof qiladi. Abulg'ozi Bahodirxon biz tariximizdagi juda bir qiziqarli shaxslardan biri. Xuddi Zahiriddin Muhammad Bobur kabi taxtga o'tirguncha juda ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirgan. Bir necha marta o'lim bilan yuzma-yuz kelgan, lekin shu qutulib qolgan va nihoyat Xorazm taxtini egallab 20 yilga yaqin Xorazmni boshqargan. Xorazm umuman biz tariximizdagi eng bir yorqin bir siymolardan bittasi. Bir she'rda keladi, bashorat bergilay dil ahli g'amga, kim erdek sabr qilsinlar alamga deydi. Ya'ni shu Navoiygacha bo'lgan shoirlarimizdan birining bu bayti, ya'ni ey dil g'amga yo'liqqan odamlarga, ofatga, qiyinchilikka yo'liqqan odamlarga xabar berginki, ular bu qiyinchiliklarga erdek sabr qilsinlar deydi. Abulg'ozi Bahodirxon xuddi shunaqa bir qiyinchiliklarni, mashaqqatlarni mardlik bilan yengib o'tib, necha marta o'limga yuzma-yuz kelib, askarlari bilan janglarga kirib, shu o'zining orqasidan ergashtirib shunaqangi bir yuqori lavozimga, mamlakatning podshosi lavozimiga erishgan. Shajarai Turk turkiy xalqlarning kelib chiqishi, urug' aymoqlari
xonlar va sultonlar nasabini yorituvchi yirik tarixiy manba. Abulg'ozi Bahodir xon o'z asarini shunchaki rivoyatlar asosida emas, balki qadimiy manbalar, og'zaki tarix va o'z davri tajribasiga tayanib yaratgan. Muallif turkiy xonlarni qadimiy avlodlar bilan bog'lash orqali davlatchilikning davomiyligini ko'rsatadi. Bu yerda nasab, siyosiy hokimiyat, ma'naviy ustunlik, tarixiy qonuniylik ramzi sifatida talqin qilinadi. Zotan Shajarai Turk bu siyosiy hujjat ham, tarixiy tadqiqot hamdir. Endi Abulg'ozi Bahodir xonni tarix ilmini bilishiga asosiy sabablardan bittasi o'sha taxt uchun kurashib yurgan yillarida akasi bilan ora buzilib qoladida, akasi buni Eronga bosqin qilishda ayblab, Eron podshosiga garov sifatida jo'natib yuboradi. Bu yerda bir narsa borki, o'sha paytlarda katta davlatlarga qo'shni bo'lgan kichkina davlatlarning hukmdorlari katta davlatlarning hukmdorini oldiga o'zini o'g'illaridan birini yoki ukalaridan bittasini garov sifatida jo'natishga majbur edi. Ya'ni mabodo o'sha katta davlatga nisbatan birorta noto'g'ri harakat qilinadigan bo'lsa, o'sha garovdagi o'g'li yoki ukasi o'ldiriladi. Xorazm davlati ham bu paytda endi ikkita katta davlatning o'rtasida qolgan edi. Bu yog'i Rossiya quvvatga kirib qolgan edi. Mo'g'ullardan qutulib, Ivan Grozniy davrida boshqa ular Rossiyani ko'tarilish davri kelib qolgan edi. Va uning chegaralari Xorazm davlatining chegaralari bevosita Rossiyaga tutashib ketgan edi va vaqti bilan shu Ural kazaklari, o'sha Dashti Qipchoqdagi rus kazaklari Xorazm chegaralariga kirib bosqinlar qilib turar edi. Bir qiyin payt. Bu yoqda Eron katta davlat. Eron bilan ham ikkita katta davlatning o'rtasida yashab qolish juda qiyin bo'lgan va Abulg'ozining akasi Isfandiyor Eronga garov sifatida berib yuboradi. 10 yil davomida Eronda Isfahon shahrida uy qamog'ida maxsus nazoratda bo'ladi. Va o'sha 10 yil davomida endi Abulg'ozi o'zi o'sha yerga borguncha ham ilmli bo'lgan, turkiy tilini mukammal bilgan, fors tilini mukammal bilgan, arab tilini mukammal bilgan va o'sha yerdagi katta kutubxonadagi kitoblarni deyarli hammasini o'qib tushirgan. Haligi bir baxtsizlikning orqasida bir baxt bor, haligi bir xayr bor dedi, bir yomonlikning orqasida bir yaxshilik bor degandek 10 yil davomida muttasil mutolaa, muttasil tafakkur qilish va yolg'izlik uni fikrini, uni tafakkurini baribir rivojlantiradi. Lekin u xon baribir Abulg'ozi shijoatli odam edi, bahodir odam edi, indamasdan o'tiraveradigan odam emas edi. 10 yil davomida unga shahzoda sifatida unga maosh to'langan. Shahzodaga yarasha o'sha pullarni yig'ib, keyin sekin harakat qilib, endi uy qamog'i degani ozgina erkinligi bor degani, bozorga chiqib 8 ta ot oladi, yashirib qo'yadi va odamlar hamma uxlagan paytda qo'riqchilarni ham uxlatib qo'yib, oldidagi shu 3 ta qo'riqchisi bilan birga qochib, Orol bo'ylariga keladida, o'sha yerda bir 2-3 yil sarson bo'lib yurgandan keyin akasi vafot etib qoladi. Shundan keyin Xorazm taxtini oladi va o'sha olganicha 20 yil davomida juda ko'p janglarni boshdan kechiradi. Hatto Buxoroga hujum qilgan joylari bor. Rossiya tomoniga ham o'sha o'zi Xorazmni himoya qilish uchun o'sha kazaklarga qarshi yurishlarga chiqqan. Anaqa qilib 20 yil davomida Xorazm taxtini boshqargan. Shu paytda xon bo'lib turgan paytimda xayolimga keldiki, bir yaxshi bir tarix yozilsa turkiy tilda. Chunki hamma tarixlar fors tilida bo'lgan yoki arab tilida bo'lgan. Endi bu turkiy tilda bir sodda qilib, oddiy xalq ham tushunaveradigan bir tarix yozilsa deb shu mamlakatimdagi tarixchi olimlarni hammasini chaqirib maslahat solsam, hech kim bo'yniga uhdasidan chiqaman deb zimmasiga olmadi. Shundan keyin deydi, o'ksiz o'z kindigini o'zi kesar degan maqolni keltiradi. O'ksiz o'z kindigini o'zi kesar degandek, xon bo'lib turib, o'zim reja qilgan, o'zim orzu qilgan tarixni o'zim yozishga majbur bo'ldim deydi. Mana shu Shajarai Turk yozganligini aytadi. Abulg'ozi Bahodir xon asarini Shajarai Turk deb nom qo'yganligi va bu asarni 9 bob qilganligini alohida ta'kidlaydi va aytadiki, o'sha O'g'iz xonlari, ya'ni turkiy xonlar 9 ta edi. Va o'sha 9 rasmi, 9 odat qilish, har narsani tugali bu 9 bo'ladi. 9 dan ortig'i bo'lmas deydi. Shuning uchun men asarimni 9 bob qildim deydi va birinchi bob o'sha
odam atoning yaratilishidan boshlanadi. Ya'ni bismillahir rohmanir rohim deb odam atoni yaratilishidan bu tarixni boshlaydi va keyin o'sha O'g'izxon zikri bo'ladi va o'sha turkiy xalqlarning tarixidan boshlab keladi. Ya'ni o'sha bu yerda Nuh tufon voqeasi bu yerda qalamga olingan. 10 ga yaqin payg'ambarlar tarixini haqida ma'lumot keltiradi va bu payg'ambarlar tarixida ham Abulg'ozi o'ziga xos yondashganda o'zigacha bo'lgan o'sha adabiyotlarda, tarixiy manbalarda, tarixi anbiyolarda qaysi payg'ambarning hayoti va faoliyati, ya'ni zikrlari batafsil kelgan bo'lgan bo'lsa, ularga batafsil to'xtalmaydi. Agar o'sha qisqa to'xtalgan bo'lsa, ularga batafsilroq to'xtalishga harakat qiladi va shuni natijasida demak o'sha payg'ambarlarni hayoti va faoliyati, zikrlarini alohida o'sha 10 ga yaqin payg'ambarning hayoti va faoliyati haqida eng muhim ma'lumotlarni berib o'tadi. Turkiy xalqlarining shakllanish tarixiga e'tibor qaratadi. O'g'izxon zikri, ana undan keyin Chingizxonning hayoti va faoliyati, tug'ilishidan to o'limigacha bo'lgan voqealarni zikri keladi va undan keyin esa Chingizxon avlodlari haqida, masalan Chingizxonni o'g'illaridan O'g'day Xon haqida, masalan uning zikri haqida to'la ma'lumot beradi. Ular haqida, ular bilan bog'liq bo'lgan tarbiyaviy, didaktik ahamiyatga ega bo'lgan hikoyatlarni berib o'tadi. Yoki bo'lmasam O'g'izxonning Chig'atoy Xon masalan o'g'li haqida va o'sha Tulixon haqida, masalan Chingizxonning o'g'li va Chingizxonning eng sevimli va eng katta o'g'li Jujixon haqida va Jujining avlodlari sifatida Shayboniylar avlodini ta'rifigacha, demak har bitta avlodini o'sha shakllanish tarixini, podshohlar avlodini ketma-ket xronologik tartibda bo'lsa-da, lekin o'sha o'quvchini zeriktirmaydigan nihoyatda sodda, ravon bir uslubda o'sha shajaralarni tarixini berib o'tadi. Asar Og'izxon haqidagi afsonalardan boshlanadi. Og'izxon turkiy dunyo tafakkurida yagona ajdod, birlik va qudrat timsoli. Abulg'ozi Bahodirxon bu obraz orqali turkiy xalqlarning bir ildizdan chiqqanini, ular taqdiri umumiy ekanini ta'kidlaydi. Bu tarix orqali millatni birlashtirish g'oyasidir. Shuningdek, Og'izxonni davlat barpo etuvchi shaxs sifatida ko'rsatadi. Endi Shajara Turkni ilmiy adabiy qimmati shundan iboratki, u yerda tarixiy ma'lumotlar, ya'ni turkiy xalqlarning butun bir shajara tarixlari aks etgan va tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyati batafsil yoritilgan. O'sha davr ilm fani haqida ma'lumotlar berilgan va turkiy xalqlarning urug'lari, qabila nomlarining kelib chiqishi haqidagi etnonimik va toponimik, ya'ni ba'zi joy nomlarining kelib chiqishi haqida ham shunaqa rivoyatlar berilganki, bu o'sha Shajara Turkni ilmiy, adabiy, tarixiy manba sifatidagi qimmatini yanada oshiradi. Va bunga o'xshash juda ko'p ma'lumotlar bor. Masalan, u yerda o'sha 34 ga yaqin o'sha yillarning kelib chiqishi to'g'risida Abulg'ozini o'sha Shajara Tarokima va Shajara Turk asarlarida ma'lumotlar keltirilgan va turkiy xalqlarning urug'larining kelib chiqishi haqidagi rivoyatlar O'g'izxon faoliyati bilan bog'liq holda o'sha rivoyatlar asosida tasnif etilgan, berib o'tilgan. Va bular endi Abulg'ozixon ijodkor bo'lganligi uchun tarixiy voqealarni shunchaki ketma-ket tarixiy ma'lumot sifatida emas, balki o'quvchini zeriktirmaydigan, unga bir estetik kayfiyat bag'ishlaydigan bir ruhda ichida o'sha nasr va nazm an'anasidan foydalangan holda tarixiy ma'lumotlarni ichida she'riy parchalarni ham berib, kitobxonni zeriktirmaydigan holda, kitobga qiziqish uyg'otadigan darajada tasvirlab beradi. Shajara-i Turkda Chingizxon va uning avlodlari haqidagi ma'lumotlar alohida o'rin tutadi. Muallif Chingiziy sulolaning hokimiyatga kelishini, uning turkiy dunyo tarixidagi o'rnini izohlaydi. E'tiborli jihati shundaki, Abulg'ozi voqealarga faqat hukmdor nuqtai nazardan emas, balki tarixchi sifatida yondashadi. Shajara-i Turk asarida ana shunday tarixiy to'qnashuvlardan biri Chingizxon, Muhammad Xorazmshoh va Jaloliddin Manguberdi obrazlari orqali aks ettirilgan. Asarda ular qarama-qarshi qo'yilmaydi, aksincha
ular ikki xil tarixiy yo'lni ifodalaydi. Biri imperiya qurdi, biri esa o'z vatanini himoya qildi. Chingizxonning tug'ilishi haqida ham bir g'ayritabiiy motiv berilgan. Chingizxonning endi ismi u yerda Temuchin bo'ladi, Temuchin qo'ydilar deydi va u yerda bir yalang'och ota haqidagi hikoyat keltiriladi Chingizxon haqidagi o'sha zikrlarni ichida. Va yalang'och ota keldiki, bugundan boshlab menga Alloh shunaqa bir vahiydan ovoz keldiki deb aytadi o'sha tilidan. Bugundan boshlab seni Chingiz deb ataymiz. Atashimiz kerak. Endi seni Temuchin emas degan, hattoki unga Chingiz laqabini berilishini ham kitobxonga shunchaki bir oddiy so'z bilan aytish emas, balki xalq ichidagi xalqona bir ruh, boyagi xalqning ichidagi e'tiqod qiladigan bir kishilar timsolida, o'sha nima deydi, tarki dunyo qilib yurgan bir donishmand kishi timsolida ana shunday unga laqab berilganligini tasvir etadi. Kitobxonni ana shunday qiziqtirish yo'llaridan boradi. Va bundan tashqari o'sha nazm va nasr an'anasi asarni tilini nihoyatda boyitgan, tarixiy voqealarni berayotgan jarayonda o'sha nasriy o'sha bayondan keyin albatta o'sha kitobxonga bir estetik zavq beradigan she'riy parcha ham keltiradi. Va mana shu she'riy parchalar Abulg'ozini shoirlik mahoratidan dalolat beradi. Biz o'sha Shajara tarokima va Shajara turkda keltirilgan o'sha forscha she'rlarni o'zbekcha tarjimasini o'sha nomzodlik ishimizda ilova qismida buni bergan edik va bu 2020-yilda monografiya shaklida nashr ham bo'lgan. Buni butun keng jamoatchilik yaxshi biladi va aytmoqchi bo'lganim, demak Abulg'ozi Bahodirxon zulli sanayn shoir. U ham turkiy tilda, ham fors tilida ijod qilgan shoir sifatida biz tan olishimiz mumkin bo'ladi. Odatda tarix asarlarda xarakterlar yaratilmaydi, lekin bunda xarakterlar bor. Xuddi Boburnamada insonlarning xarakteri bo'lganday xarakterlar yaratadi. Xarakterlarni beradi. Masalan, o'tib ketgan podshohlarni xarakterini bitta misol bilan yoki aytgan bitta so'zi bilan yoki qabul qilgan bitta qarori bilan o'sha xarakterini ochib beradi. Boburnoma shunaqa. Bunda ham shunaqa. Masalan, aytadiki, bir joyda aytadiki, O'gaday xon deydi. Bu Chingizxonning 3-o'g'li, Chingizxonning o'rniga oliy hukmdor bo'lib qolgan. Juda qiziq odatlari bor edi. Juda adolatli edi deb keladi-da. Buni endi O'ktay ham deyshadi, O'qtay ham deyshadi. Bir kun bir odam kelib deydi, O'ktay xonga men tush ko'rdim. Chingizxon vafot etib ketgandan keyin tushimga otangiz Chingizxon kirib, musulmonlarga aytgan, borib O'ktayga aytganda, men tushimga men kirganimda aytganda, musulmonlarning hammasini qirsin yurtidagi deydi. Xo'p deydi O'ktay xon u tush ko'rgan odamga aytadiki, demak otamni ko'rgan bo'lsang, otam senga qaysi tilda gapirdi deydi. Oldin so'raydiki, sen mo'g'ul tilini bilasanmi deydi. Mo'g'uldan boshqa xalq bo'ladi-da u. Yo'q, mo'g'ul tilini bilmayman dedi. Otam senga qaysi tilda gapirdi desa, mo'g'ul tilida dedi. Sen qanday tushunding dedi. Otam mo'g'ul tilidan boshqa tilni bilmasdi-ku dedi. Qanday tushungda otamni tushungan bo'lishing mumkin dedi. Haligi odamda yolg'on tush to'qib kelganini shunaqa bir tadbir bilan, aql bilan bilib oladi, buni olib chiqib o'ldiringlar dedi. Yolg'on aytyapti dedi. Yana mo'g'ul podshohlaridan bittasi haqida gapiradi-da. O'sha podshohning oldiga deydi bir mo'g'ul bir musulmonni, endi biz yurtlarda bu musulmon yurtlarini mo'g'ullar to'liq istilo qilib olgandan keyingi gap. Bir mo'g'ulni bir musulmonni bo'ynidan bog'lab olib keldi deydi. Nimaga buni olib kelding desa, bu deydi uyini o'sha O'ktay xon haqidagi shekilli. Uni bir farmoni bo'lar edi. Farmoni bo'lar ekan, qo'ylarda meni mamlakatimdagi hamma qo'y so'ysa, bo'g'izdan so'ymasdan qorinni yorsan deydi. Birinchi qorinni yorar ekan, chaqchavoqlarni olaverar ekan. O'sha mo'g'ullarda shunaqa odati bo'lgan ekan. Hamma shunaqa so'ysin deb hukm qilgan bo'ladi. Kim musulmoncha qilib bo'ynidan so'yadigan bo'lsa jazolanar ekanda. Kim bir mo'g'ul bir musulmonni boylab olib keladi. Nima qildi desa, bu deydi eshiklarini hammasini yopib, ichkaridan yopib, uyini ichida deydi. Qo'ydi deydi, bo'ynidan so'ydi. Musulmoncha qiladi deydi. Sen buni podshoh aytadiki, xon aytadiki, sen buni qanday ko'rding desa, bu yonma-yon uyimiz yonma-yon bo'la turadi deydi. Tomdan qarab, uy hovlisiga qarab deydi, ko'rib qoldi. Shunda so'yayotganini. Keyin tomdan tushib, qo'l oyog'ini boylab seni oldinga olib keldim desa, haligi mo'g'ul xon aytadiki, meni boshqa farmonim ham bor dedi. Qanaqa desa, kim qo'shnining uyiga tomdan qarasa o'ldirilsin degan. Bu musulmon deydi, meni farmonimni hurmatini qilib, eshiklarni bekitib so'yyapti.
sen meni farmonimni ochiqdan ochiq buzib, yana meni oldimga kelib shuni aytyapsan deydi. Buni olib chiqib o'ldiringlar, buni qo'yib yuboringlar. Qarang, podshoning adolatini, o'sha ya'ni o'shuni nimasini bir siyosatini, mohiyatini ochib berganda. Shuningdek, Abulg'ozi Bahodirxon Jaloliddin Manguberdi obrazi orqali haqiqiy hukmdor qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Ayniqsa uning Hind daryosidan ot bilan sakrab o'tishi ana shunday tarixiy voqealardan biridir. Shajara-i Turkda bu epizod jasorat, iroda va hukmdorlik sharafining ramzi sifatida keltiriladi. Abulg'ozi Bahodirxon Jaloliddin obrazi orqali haqiqiy hukmdor qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Jaloliddin Manguberdi haqidagi tarixiy voqea ana shu Shajara-i Turkda aks etgan. Chunki Xorazm tarixi bu yerda aks etadi. O'shanda aytadiki, Chingizxon deydi Xorazmga bostirib kelganda nihoyatda qattiq kurash bo'ldi va Jaloliddin Manguberdi demak Xorazmni o'sha yerlarini bermaslik uchun o'zini atrofidagi o'sha jangchilar bilan birga juda qattiq yurti uchun, tuprog'i uchun harakat qildiki, kurashdi. Va ana shu Jaloliddin Manguberdi bilan bo'lgan jang tasvirlarini tasvirlaganda aytadiki, u oz kishi bilan deydi mardonavor jang qildi va o'sha jang tasvirlarini bir ibratli bir voqea sifatida kitobxonni xayolida, xotirasida uzoq saqlanadigan bir kayfiyatni beradigan tarzda tasvirlab beradi va aytadiki, Jaloliddin deydi, o'sha jangchilar deydi kamaygandan keyin ko'pchilikka deydi o'zi yakka bo'lib deydi kurashdi deydi. Qaradiki atrofida hech kim qolmadi. Ana shunday paytda deydi unga butun o'sha Chingizxon qo'shini tashlana boshladi va u otiga mindi va otda deydi o'sha daryodan sakradi. Ya'ni dushmanni qo'liga tushib qurbon bo'lishdan ko'ra o'sha nima deydi o'zi shahid ketganini ma'qul ko'rdi va daryodan sakradi. Ya'ni daryodan sakraganda ham u daryodan kechib oti bilan u tomoniga o'tib ketadi-da. O'shanda Chingizxonning qo'shinlari o'sha yoyni, kamonni cho'zib o'q bilan otishga tayyorlanganda Chingizxon aytadi: "Otmanglar" deydi. Va Chingizxon Jaloliddinni uni qahramonligiga tan bergan anaqada Chingizxonning tilidan ayttiradiki, "Otadan o'g'il tug'sa shundoq tug'sa edi. Ya'ni har qanday otaning o'g'li bo'lsa, shunday bo'lsa edi" deb endi qarang, Jaloliddin Manguberdiga garchi u dushman bir bosqinchi bo'lsa-da, uni qahramonligiga, mardonaligiga, jasoratiga, vatanparvarligiga tan berganligini ko'rishimiz mumkin-da. Endi shunaqa bo'lganki, o'zi aslida Turkiy xalqlarda o'sha jang qilish madaniyati, siyosati, uning taktikasi bo'lganda, ana shunday nimalar haqiqatda agar mahorat jihatidan, jang mahorati nuqtai nazaridan, mardonalik yoki jasorat nuqtai nazaridan o'zidan ustun bo'lsa, uni tan olgan. Bu ham bir mardlikni belgisi bo'lgan. Endi Chingizxon ana shu Jaloliddin Manguberdini mana shunday mardligiga o'sha tan bergan. Endi bu mana shu Shajara-i Turkda aytilgan bu tarixiy voqea keyingi davr o'sha ijodkorlari tomonidan necha marta qalamga olindi. O'sha uchun Abdulla Oripov ham Jaloliddin samani bo'lib sakrab o'tding Amudaryodan deganda mana shu tarixiy faktlarni dalil qilib olganligi bejiz emas. Ana shunday voqealar mana shu Shajara-i Turkda aks etgan. Asarda Xorazm shohlar turkiy xalqlar tarixida muhim o'rin egallaydi. Ular siyosiy va ijtimoiy jihatdan murakkab davrda davlat qurgan, aholini boshqargan va yer bilan moddiy munosabatlarni tartibga solgan hukmdorlar sifatida keltirilgan. Shuningdek, Xorazm aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Suv tizimlari va kanallar orqali sug'orilgan. Shuningdek, savdo yo'llari va shaharlar aholini iqtisodiy faoliyat bilan bog'lab turgan. Xorazm aholisi faqat qishloq xo'jaligi bilan cheklanmagan. Asarda ularning savdo aloqalari va mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi ta'kidlangan. Xorazm aholisi Markaziy Osiyoning boshqa hududlari bilan aloqada bo'lgan va shu orqali iqtisodiy barqarorlikni saqlab turgan. Shajara-i Turkda ta'sirli voqealarda tasviri ko'p. Tasvirli voqealar tasviri
eng ta'sirli voqealardan biri Muhammad Xorazmshohni taqdiri. Chingizxon bilan to'qnashuvi va uni mag'lubiyati va o'g'li Jaloliddin qilgan qahramonliklari va o'sha katta bir dunyodagi eng katta bir saltanatni inqirozi. Shuni qisqacha qilib beradi va u bevosita o'zini nima deydi? O'zidan oldingi Xorazmni boshqargan-ku, Abulg'ozini boshqa davlatiga bir 10 barobar keladigan katta imperiyani boshqargan Muhammad Xorazmshoh. Bu yog'i O'rta Osiyo to'liq, Eron, Xuroson, to arab yurtlarigacha, bu yog'i Moskvagacha, bu yog'i Xitoygacha. Hozirgi bir 25 ta, 26 ta davlatni o'rnidan katta bir saltanatning egasi bo'lib turgan podsho oxiri Kaspiy dengizdagi bir o'sha bir og'ir kasallar, yuqumli kasallar olib borib tashlanadigan bir orolda kafansiz bir holatda ko'mildi. Uni butun xotinlari, qizlari, o'g'illari hammasi mo'g'ullarga asir tushilib, hammasi qatl qilindi. Bitta Oysulton degan qizini, balog'atga yetgan qizi bo'lgan, o'sha qizini tirik qoldirishadi Chingizxon, mo'g'ullar. Va uni Chingizxonning katta o'g'li Jo'jixonga turmushga berishadi. O'sha qiz o'sha nimada endi Jo'jixon Rossiya tomonida o'sha yashab, Jo'jixondan ikkita o'g'il ko'radi. O'sha joyda nima qiladi. Va Jaloliddin ham bir 10 yilga yaqin Kavkaz, Xuroson, Eron, bu Xuroson tomonlarida yurib, Kavkaz tomonlarida yurib, oxiri keyin o'sha bir kurd uxlab yotganda bir kurd uni o'ldirib nima qiladi. Shu eng ta'sirli voqea menga shu Muhammad Xorazmshohni fojiali bir taqdiri. Buni qisqacha qilib, lekin nihoyat tushunarli qilib Abulg'ozi buni yoritib o'tadi va uni inqiroziga sabab bo'lgan omillarni ham aytib o'tadi. Chunki o'zi hukmdor bo'lgandan keyin hukmdorning ishlari hukmdorga yaxshiroq ko'rinadi oddiy odamlardan ko'ra. Asarni o'qigan paytda shu ta'sirlangan bir nuqtam bor. Abulg'ozi Bahodirxon nihoyatda ko'p mashaqqatlar chekkan. Ya'ni zahmatsiz, mehnatsiz o'sha nima deydi, bir yaxshi hayotga erishib bo'lmasligini Abulg'ozi juda yaxshi tushungan. Va aytadiki, o'sha bir jang tasvirida Abulg'ozi ham endi juda ko'p kurashlar, harbiy nimalarda bo'lgan, janglarda bo'lgan. Ana shunda aytadiki, men deydi, otdan deydi, otim deydi, oti sirpanib anaqa bo'ladi, otning ustidan yiqilib tushadi. Shu yiqilganda deydi, ingaklarim deydi, mana bu o'sha iyak osti nimalari, tanam deydi, suyaklarim chil-chil sindi deydi. Chil-chil sinib ketdi deydi. Qarang, ana shunday boyagi nima deydi, hamma joyi singan otdan yiqilganda ham, lekin ana shunga qaramasdan ham o'sha maqsad yo'lida kurashuvchanlik nimasi, qancha joni ozor chekkan, qancha qiynalgan, masalan o'zini yaqinlaridan uzoqda tutqunlikda yurgan, masalan paytlari, shunday paytlarda ham har bitta boshiga tushayotgan falakni sinovlaridan bir to'g'ri xulosa chiqargan bir inson sifatida men qabul qilganman-da va irodasi nihoyatda mustahkam bo'lgan. Va aytadiki, bizda deydi ota bobolarimizdan juda yaxshi narsalar ibrat bo'lib qolgan. Yoshi ulug' kishilarni deydi suhbatiga quloq tutib turish kerak odam deydi. Suhbatiga quloq tutib turish kerak, chunki deydi ulardan ibratli narsalar olish mumkin. Chunki ularni tajribasi biznikidan ko'proq deydi. Men deydi bir deydi o'zimdan yoshi katta bir oqsoqolni aytgan fikri bilan deydi dushman qo'lidan qutulib ketdim deb aytadi. Ya'ni dushman o'sha ko'pchilik bo'lib keladi, Abulg'ozi yolg'iz qolib ketadi va yov atrofini hammasini o'rab olgandan keyin o'sha nima suvlik bor va orqaga qaytish yo'q. U oti bilan suvga sakraydi va suvga tushgan paytim deydi, o'sha deydi oqsoqolni aytgani esimga tushdi deydi. Ya'ni sen suvga tushganingda agar ot bilan bo'lsang, jilovini tort, ya'ni otni boshini oldinga qarab ko'tar otni boshini va o'sha oyoqlaringni orqaga qilib harakat qilgin va shunda ot suzadi va u shu orqali deydi ana shu oqsoqolni aytgan deydi shu fikrlari bilan deydi men deydi ularni aytganini qilib dushman qo'lidan qutulib ketdim deb aytadi. Shu uchun kitobxonga o'git beradi. Sen ham deydi mana shu haqiqiy bo'lgan voqea, men shuni aytayapman. Sen meni gaplarimga quloq solib, sen ham o'zingdan katta tajribali kishilarni, oqsoqollarni, otalarni so'ziga quloq tut. Ular faqat senga foyda keltiradi degan bir hikmatomiz gaplarni, fikrlarni ham beradiki, endi Shajara Turkni o'qiganda
har qanday kitobxon ana shu Abulg'ozini kimligini his qilib boradi. Asarning eng muhim xususiyatlaridan biri uning tili. Abulg'ozi Shajara-i Turkni oddiy xalq tushunadigan sof turkiy tilda yozadi. Bu orqali u tarixni faqat ulamolar uchun emas, balki keng xalq ommasi uchun ham ochiq qiladi. Bu esa asarning ma'rifiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bugungacha Shajara-i Turk asarining dunyo bo'ylab tan olingan qo'lyozma nusxalari soni 20 dan ortiqdir. Ular turli kutubxonalarda va arxivlarda saqlanadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida hozirda 5 tadan ortiq qadimiy nusxa saqlanmoqda. 1992-yilda esa Shajara-i Turk asari Quvomiddin Munirov va Qozoqboy Mahmudovlar tomonidan Kirill alifbosida nashr qilindi. Shunaqa tarixlarda, shunaqa bir so'zlarda etimologiyasini beradi, hayron qolasizlar. Misol uchun Chingizxon haqida gapirib turib, uni otasini bir o'lim eka deyishar edi deydi. Bu eka degan so'zning ma'nosi ulug' degani deydi. Eka bu o'zimizdagi akada. Bizda mana Boburnamada men aka yangalaridan bittasini men uni aka derdim deydi. Ya'ni bizda endi hozir urfimizda odatda o'zidan oldin tug'ilgan o'g'il farzandni bir kishi aka deydi-ku. Demak, qadimda buni ma'nosi kengroq bo'lganda, ulug' ko'rilgan, hurmatlangan, izzatlangan odamlarni aka derkan. Shuni endi bilan yozib berishgan bu yerda nashrga tayyorlovchilar. Aka endi talaffuzi bir-biriga yaqin narsa. Yo bo'lmasa, mana Boburnomada ham keladi, mardak degan so'z keladi. Mardak endi Boburnomada shu mardak deb turib, eng o'sha pastkash bir yomon bir erkak kishiga yarashmaydigan ishlarni qilgan, bir tubanlik qilgan, razilona ish qilgan odamlarni bunaqa mardaklar deb aytadi. Podsho endi juda tepadagi odam-ku, shu past tabaqada bo'lib turib yoki bo'lmasa podsho bo'lib turib ham eng o'sha pastkash odamlarning ishini qilgan odamlarni mardak deb aytadi. Abulg'ozi ham bir joyda shunaqa mardaklar gapirib ketadi. Chunki podshohlarning nazarida o'sha bir pastkashlik qilish juda bir razil, yomon narsa hisoblanadi-da. Yo bo'lmasa, misol uchun Uyg'ur degan so'zni nima qiladi-da. Uyg'ur ham juda qadimgi millat tili, juda qadimgi bir turkiy bir qavmda, juda katta bir qavmda tili. Uyg'ur O'g'izxon davrida bo'lgan bir voqeani aytadi-da. Bular o'sha O'g'izxonga yopishganligi uchun, kelib nima qilganligi uchun deydi, bir qavmni Uyg'ur deb qo'ydi deydi. Uyg'urning ma'nosi yopishuvchi, yopishmoq degan ekan. Mana qatiq uyda deymiz-ku deydi. O'zagi uyda, Uyg'ur. Qatiqni ham uyda deydi. Ya'ni sut bir-biriga ilashadi-da. Ilashib qatiq holatiga kelsa uyda deydi. Ya bo'lmasa bizda mana o'zimizda nimamiz bor, men imomga uydim deydi. Namozning ichidagi holatda bu. Imomga uydim degani, imomga iqtido qildim, ya'ni imomga yopishdim degani. Deb turib shunaqa qilib so'zning etimologiyasini beradi. Ya bo'lmasa Qipchoq degan so'zni bir etimologiyasini beradi. Qipchoq degani deydi, O'g'izxonda bir nimasi O'g'izxonda bir askari deydi, yo'lda jangda o'lganda uni xotini homilador qolgan bo'ladi deydi. Va u ko'z yoradigan paytda bir katta bir daraxt bo'ladi, o'sha daraxtning ichiga kirib ichib g'ovak bo'ladi, katta g'ovak, odam bemalol yotadigan joy. O'sha daraxtning ichiga kirib nima qildi? Ko'zi yoridida, sal o'ziga kelib, keyin orqasidan yetib bordi. Keyin bo'lgan voqeani aytgan edi, ularning nomlarini Qipchoq qo'ydi. Qipchoq degan daraxt po'slog'i, daraxt nimasi degan ekan. Ular yo bo'lmasa qoyin degani qattiq degani, ya'ni bir yaqin degani deb turib, bizda mana qayin og'a, qayin singil deb aytadi-ku. Qoyin degan so'zni aytadi. Keyin mana qorliq degan so'zni aytadi, qorliq. Mana o'zbek tilini lahjalaridan birining nomi qorliq. 3 ta lahja bor o'zbek tilida. Bizda qorliq, O'g'iz, Qipchoq bo'lsa, o'sha bir o'zbek adabiy tiliga asos bo'lgan lahjaning nomi qorliq. O'sha qorliq qavmini nomini kelib chiqishini aytadiki, O'g'izxon deydi, o'sha turklarning eng qadimgi bobokaloni deydi, qadimgi davrda. O'g'izxon bir bahorga yaqin deydi, askarini saflab
sonini aniqlashtirmoqchi bo'ldi. Ancha odam kam keldi. Keyin bir muddatdan keyin o'sha kam kelgan odamlar kelib qo'shildi. Qayerda edilaring desa, qo'shinni orqasidan kelayotdi deydi. Endi qo'shin bir necha 10 kilometrga cho'zilib ketadi-ku, 100 minglab qo'shin bo'lgandan keyin. Keyin bir tog'dan o'tishda katta qor yog'di, o'sha yerda qolib ketdik. Yo'l yurolmay qolib ketdik-da. O'sha bir tog'da orasida, daralarda otlarimiz hammasi o'ldi. Keyin o'sha darada bahorgacha yashab, qorda orasida qolib ketdik-da. Bahorda yo'llar ochilganda keldik desa, o'z ham bularni qorliq denglar deb aytdi deydi. Ya'ni qorli deganida va o'sha qavmning nomi shu bilan qorliq bo'lib ketdi. Ya'ni qorli, qorda qolgan degan ma'noda. Shunga o'xshash juda ko'p so'zlarni etimologiyasini beradi. Asarning ahamiyati bugun ham yo'qolgan emas. Shajara-i Turk turkiy xalqlar o'rtasidagi tarixiy bog'liqlikni anglash, umumiy ildiz va madaniy yaqinlikni his etish uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Abulg'ozi Bahodirxon qalami bilan bitilgan Shajara-i Turk bu nasl nomi emas, balki millat xotirasi. U o'tmishni eslash orqali kelajakni asrashga chorlaydi. Chunki tarix unutilsa, millat ham yo'qoladi. Shajara-i Turk asari nafaqat tarixiy faktlarni saqlab qolgan, balki turkiy xalqlar madaniyati va davlatchilik an'anasi haqidagi bilimlar uchun ham muhim manba hisoblanadi. Ushbu asar tarixiy shaxslar obro'si va turkiy davlatchilik modeli haqida chuqur ma'lumot beradi va ilmiy tahlil uchun asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.